Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Qurbonlik uchun qo'y tanlagani keldik. Biz hozir yo'l-yo'lakay bugun Muratxon do'stim bilan ko'rishib qolganmiz, gaplashib hozir yo'l-yo'lakay shunaqa bir ish bor, o'tib kelaylik desam, yo'lda aytib qoldi bu kishi. Har yili alohida qurbonlik so'yish bilan birga Payg'ambar alayhissalom nomlaridan ham bitta so'yaman. Shuni shu yerda so'ysam maylimi deyaptilar. Qo'y tanlaymiz hozir. Odatda Ibn Abbosdan rivoyat bor. Har yili Payg'ambar alayhissalom nomlaridan men so'yaman deganlar. O'sha ma'noda endi ba'zilar buni ixtilof qilishi mumkin, lekin fazilatli masalalarda targ'ib qilish yaxshi. Hozir qo'y tanlaymiz. Muratxon bitta qo'yni mehr 20-20 uchun vakil qilib qurbonlikka tanlayaptilar. Qaysi qo'y tanlayapsiz? Mana mashina. Kattasi chiroylisi bo'lsin dedilar. Mana. Narxini kelishamizda, yosh ekan o'zi. Ha, yosh mana. Qo'ylar ishi qo'z ekan bunisida. O'zi aytaman-da, ko'zdan tayin uni. Xo'p, nechta pul qilib berasiz buni? Hozir sirazi bozorga qo'la qolamiz. Bozormi? Xo'p, bunga taqalganini aytaymi, sodalashini yoqib aytaymi? Endi taqalganini nimaligini bilmaymiz so'yilayotganini. 7,5 million bera qolsinlar. 7,5 million. Bu nechgalar keladi taxminan? Turishi 80 kilodan shu keladi. Rostdanmi? Turishi. Go'shi 45. Yo'q, shu 60. 55-60 mana. Rostdan? Ha. Bu boqilganmi bu? Ha, jonivor. Mana ham kichkinalarini o'zi 60-65 kelyapti turishi. Bu ancha ichida katta yiriga baqyapti. 7,5 million deyapti. Endi siz ayting narxini. Shunaqa yo'q, o'zi 8 dan oshu o'zi. Qo'y olamanda. Nima deysiz? Yo'q, baraka toping. Bu kishi ham bozorchi lekin o'zi. Nima deydi oti? Nimaligini bilamiz, so'ylayotgan. O'shaning uchun bittada aytib qo'ya qoldim. 7,5 million bera qoling dedim. Original, jonli. Bering. Savdo bo'lyapti. 7 million. Domla nimadir deyin endi. O'rtasi bo'ldi. 7 million 250 ming bo'ldi. Shunda chiroyli narx bo'ldi. Ustoz azgina qo'shanlarni desam indamadilar. Tortishadigan savdo emas. Chiroyli bo'ldi. Ana o'zi taqalib aytdim. Mana bozordiligiga o'xshab 10 million, 9 million so'rab oling demadim. Hammasini hisobini qilib aytdim. O'rtasini bering, chirini bo'ladi. O'shanda qancha bo'ldi? 7 million 250 ming bo'ldi. Shunaqa bo'ladimi o'zi? Bo'l. Mubolay bo'lsin. Mana bitta qo'y savdo qilindi. Yo'qmi, belgilaymiz hozir bir-ikki urib. Bo'ylab qo'yadi. Hozirgacha o'zi ko'p buyurtma berganlar ham bor. Biz asosiy vakilimiz Bilol qassob, mabodo qo'y qochib ketadigan bo'lsa, bu kishi javob beradi. So'yib har yili Alloh ajr bersin. Asosan shular bilan birga hamkorlikda ishlaymiz. Biz 600 ta 700 ta xonadonga 2000 dan oshiq oila a'zolariga go'sht tarqatamiz. Haftasiga yoki 2 haftada bir. Qurbonlikda ana shu go'shtlardan foydalanamiz. Siz azizlar bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Mana hozir Bu pastda qizil birka. qo'y tayyor, qassob tayyor, vakillar tayyor, so'yadigan hamma sharoitlar tayyor. Siz faqat